Har chang ortida bir ayolning hikoyasi bor. Bu so'zlar serialning butun ma'nosini ochib beradi. Tozalovchi nafaqat jinoyat voqealarini ko'rsatadi, balki inson ruhidagi kurashni ham yoritadi. 94 qismda voqealar yanada keskinlashadi. Qahramonimiz o'z yo'lida yangi sinovlarga duch keladi, ammo u hech qachon orqaga chekinmaydi. Serialning har bir sahnasi chuqur ma'no bilan to'la. Rejissyorlik, aktyorlik va musiqiy bezaklar barchasi bir-birini to'ldirib, tomoshabinni ich-ichidan larzaga soladi. Qahramonning ichki kuchi, sabr va adolatga bo'lgan ishonchi uni o'ziga xos timsonga aylantirgan. Tozalovchi bugungi kunda o'zbek televideniyesi uchun eng kuchli loyihalardan biri bo'lib qolmoqda. Har yangi qism bu yangi his-tuyg'ular, yangi oylar va yurakka yetib boradigan dramatizm. Bu serial faqat ko'ngilochar emas, balki o'ylantiruvchi asar. Chunki har chang ortida bir ayolning, bir hayotning hikoyasi bor.